Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va hurmatli obunachilar. Yangi Cobalt mashinamiz 2026 qilib berilayotgan ishlar. Salon laminatlari, oldiga son sazashda, oldi laboyga mana son sazashda, orqasiga tonirovka. Hozir men salon laminatlarini qildik. Xudo xolasa ashibkalarini qilib beramiz. Yangi 2026 yili mana bitta bor ekan. 2026. Mana Cobaltlarga har doimgidek muammo bo'ladigan suv teshiklari, lerlarda ham germet qilyapmiz. Mana shu joylar umuman esdan chiqmasi kerak. Yangi Cobaltlarda suv kiradigan joylari ana shu. Sidinaning tagida, balonlar tagida bor. Zapaska balon tagida bor. O'sha joylarni chiroyli qilib germetlash kerak. Balonlar tayinib qilganmiz. Bu yoqda salon laminatlari glansli, chiroyli, yaltirab turadigan, vidini buzmaydigan jarayonlar. Bu yoqlarda qilib berdik. Hozir bu yoqlarda qilib beramiz, xudo xolasa. Mana hamma yoqlari son zashtalarni tortdik. 14 sm-larni tortib beramiz. Orqa tonirovkalar chiroyli chiqdi. Yudirilgan laboyga mana oldi son zashtalari. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar.